Da indi bizning radio tinglovchilarimiz bizni eshitib kina tugul qoriyda olashaq bu radio.com saytına qo'shilg'iz do'stlar. Hali olaygina da tugul. TNV telekanalına tizdan biz to'g'ri ilmtaga chiqamiz. Bizni ko'ra ham eshita olashaqsiz. Endi bizda do'stlar birinchi qo'noqlarimiz studiyamizni valqatib kelib o'tirdilar. Biz ularni ko'rishga cheksiz shodmiz. Radio tinglovchilarini da tanishtirib o'taygali. Tataristonning xalq artisti İlham Shakirov ismindagi Respublika premiyasi laureati bizning yaqin do'stimiz Asxat Xismat ham onun o'g'li virtuoz bayanchi Bulat Xismat. Xayrli erta. Xayrli erta, ishonlar misiz? Sizlar bilan erta bilan shunday motor so'zlar bilan qarshi olganlar bo'ldimi? Har vaqt Endi bu yoshga yetkanda bor edi, onday yurlar. Keyiflar nechiksin Bulat, Asxat aka? Allohga shukr, mana siz chaqirgach keldik. Biz artistlar chaqirgan yerga boramiz, quvgan yerdan ketib boramiz. Shu hal bizda. Bulat nechaptir yilmayib qana o'tira Bulat. Yo'qotmadi oxiri. Atiyanda 5 tiyinda qistirga bermayman. Bizda butun iqtiborni jalb etdi. Har vaqt shulaymi? So'ng ulkan kishi og'azrak ishda bitmaydi. Men so'yartaman so'ng. Anlab etmas. Asxat aka, siz qiris etimi? Turlicha bo'ladi, men javob beraman. Turlicha bo'ladi, turlicha. Qiris. Ulug'izga qo'ratag'ina shulaymi bu? Men umuman shunday qiris tugul yo'q, talabchan. Ay, rahmat. Mana shu siz durustroq bo'ladi. Talabchanligi yordam etdimi turmush yo'lingda Bulat? Endi etining talabchan bo'lib, eti yumshoqroq bo'lgan bo'lsa deb aytaydingmi? Yo'q, qonun xalqi endi mana shu talabchanligida menga qo'shdi. Har menda butun kishilarga qarata biqniq talabchan. O'zingga qarata da talabchanmisan? Onsi xiyshiksiz, onsi birinchi shiratda. Mana boyaning qishoqlab kelib o'tirgan Bulat, u har vaqt Bulatga kelganda da shulay boyani bilan birga kelamisiz? Olib kel boyaning desalar olib kelayda, kerakmi desa kerak menga ko'tarib sirmay, boyan bet ol bek necha aytirga bek nazbirik. Qirol, o'yin qiroli. Shunga ko'ra turli narsa bo'lar. Bizning Reis abi marhum ayta turgan boyanga maleyshi тряск yaramıydı yatarxonaga. Ol elektroboyam bilan yuriydi. Tek orkestr chiqmaganda bizim выездной spektakllar bo'lganda ol elektroboyam bilan chiqay. Akrin maleyshi deb shunday so'zi maleyshi тряск yaramıydı.